Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga bugun yakshanba Farg'ona moshina bozoridan Damaslardan obzorlarimizni davom ettiramiz. Taqdim etmoqchi bo'lgan navbatdagi birinchi Damas avtomobilimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, balon holatlari ham yaxshi. Xo'p, tonirovkasi bor ekan. 2022 linoleumlari bor, sidin holatlari yaxshi. Bar yurgan kilometri 84.900 kilometr yuribdi. Magnitofoni bor, tom holatlari. 2022-yilda ishlab chiqargan. Aka, mashina qayerdaki? Rishtonda mashinasi, tirikchilikdagi mashina. Mana ko'rishlarim, linoleumlari bor. Obshipka qilingan. Holati yaxshi, Rishtonda mashinasi 2022. Hop, temir metan gaz balonlari bor. 20 edi. Kechirasizlar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobil. Bitta pollardan ko'rsatib bering, tog'alar. Uzuroma pol holatlari va mana yon tomondan ko'rinishi 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili 84.900 kilometr yurgan, kraskasi toza Damas avtomobili. Hop, akin narxi necha pul deyapsiz buni? 6500 dollar kam bor. Aka, rasxodlar yo'qmi? Mos, hadovoy? Hamma yo'qmi? Yaxshi, yurishlar turishlari yaxshi. Gap yo'q. 6000 qancha deysiz? 6500 dan tushib 6500 dollar kam bor. Bozor qilishdimi aka? Qancha qilishdi? 58 ga bermaydi. 58 ga bermaysiz. Oltin pastda bittami? Bitmaydi. 6 ga qo'shsa beramiz. 6 ga qo'shilsa berasiz. Variantga barter iloji bor? Faqat naqdga. Xo'p, telefon raqamingiz? 90 844 844 17 17 00. Ismingiz nima aka? Azamjon. Azamjon aka ismlari 2020-yilda ishlab chiqarilgan 84.900 kilometr yurgan, kraskasi toza, rasxodlari yo'q Damas avtomobili. Raqamiga telefon qilinglar, qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan yana olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Damas 1 yashil rangdagi avtomobilimiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Qayerdagi kraskasi aka? Keyin orqada bor, mana shu joyda kraskasi bor, keyin va orqa tarafda. 2003. Xo'p, rasxodlar aka, qanaqa endi motor hadovoylar, mos korobka? Nima rasxod yo'q? Rasxod yo'q. Qayerdaki bu? Chimyon. Chimyonda mashinasi, qadrdolar, o'zimizning Chimyonda mashinasi. 2003 yashil rangda, ikkita joyda kraskasi bor, linoleumlari bor ekan. Xo'p, rasxodlar yo'q deyapti va mana ko'rishlaring mumkin. Metan gazlari qo'yilgan. Polilar tashalgan ekan. Chimyonda mashinasi, qadrdolar. Ikkita joyda kraskasi bor. Hop, temir metan gaz balonlari bor va ortdan ham ko'rinishi. Aka, nomerini bekitib qo'yasiz. Nomerini? Bo'ldi aka. Hop, pollari. Nomeri chiqmasin, iloji bo'lsa. Bo'ldi aka. Hop. 2003-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1imiz. Hop, aka, endi narxi qancha buni? 4200 dan tushib beramiz aka. 4200 dollar kam bor. Bozor qilishdimi aka buni? 37 ga bermaydi. 37 ga bermaysiz. Hop, telefon raqami aka bunga? 90 162 0992. Raqamiga telefon qilib, qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Damas avtomobilimiz 24 ga 25. Hop, aka, kraskasi qanaqa? Orqa qanotda bor, mana oldi eshigi pastida bor. Orqa qanot oldi eshigi pastida. 24 ga 25. 20 ming yurgan. 20 ming kilometr yurgan. Metallar qo'yildimi? Metanchi pol-poli hamma yo'q bor. Gap yo'q. Shumkalarigacha bor. Metallar qo'yilgan, shumka qilingan balonlari yangi. 20 ming yurgan, shumka qilingan, tonirovka linoleumlargacha qilgan ekan va mana 20100 kilometr yuribdi, qadrdonlar. Magnitofon, tom holatlari. 24 ga 25 sidinda chexol, linoleum va mana tayyor metan gazi bor Damas avtomobili. Bitta orqa eshikda, mana shu orqa tarafida va oldi eshikning tagida kraskasi bor ekan. Va mana yon tomondan ko'rinishi. Ikkita joyda kraskasi bor ekan. Xo'p, aka, narxini qancha deyapsiz buni? 24 ga 25, ikkita joyda kraskasi bor. 20 ming kilometr yurgan. 6300 ga bermadim, qo'shilsa beraman. 6300 kam bor. Yo'q, 6300 ga bermadim, ustiga qo'shilsa beraman. O'zi narxi qancha?
Narxi bo'lishi 6,5. 6,5. 6300 ga bermaysiz lekin. Yo'q. Hop, buni variantga, barterga Yo'q, bir 1000 dollar atrofida puli borga bank qilib berish imkoniyatimiz bor. Aha, 1000 dollar puli bor ekan. Ha. Bo'ldi. Andijonniki dokumentda muammo yo'q. Dokumentda generalni o'zimda. O'zingizda. Hop. Bu 23, narigi 22. Buni 6300 kam bor, ha? Yo'q, 6300 ga Ha, bermayman. 6300 ga bermadingiz, ha? Bo'ldi. Bo'ldi, 6300 ga qo'shilsa berilar ekan. Bunisi yili nechi? Bu 23 propan. Orqa bagajida kraskasi bor. Qolgan joylari toza. 23 propan. Qolgan joylari toza. Расход yo'q, ha? Motor, ходовой, most, korobka. Umuman rasxodlari. Va mana yon tomondan ko'rinishi, balon holatlari yaxshi. Yurgani qancha ekan? Aka yurgani qancha ekan buni? 34 ming kilometr yuribdi. Magnitofonlari, tom holatlari. Linoleumlar qilingan ekan aka. Xo'p, balon holatlari yaxshi. Yo'qolavering. Va mana ortadan ko'rinish. 23-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Xo'p. Propan gazlari qo'yilgan bunda. 23 propan gazi bor. Buni kraskasi qayerda edi? Orqa bagajida. Aha. Xo'p, narxi Narxini 59 ga bermayapman. Ustigacha qo'shilsa beraman. 59 ga bermayapsiz, qo'shilsa Ha. beriladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bular o'shanaqa 1000 dollar puli borga. Buni ham 1000 dollar atrofida. 800-900 puli borgan chiqaveradi. Xo'p. Bunisi. Bunisi 22. Navbatdagisi akamizdan 2022. Xo'p, ma'lumotlar. Kapalagida eshigida kraskasi bor. Ichiga o'tmagan. Udari yo'q. 149 ming yurgan. 149 ming yurgan. 13 diska balon. Расход yo'q. Yo'q, umuman rasxod yo'q. Holati yo'q. Va mana yon tomondan ko'rinishi. Yili necha dedingiz aka? 22. Balon holatlari yaxshi. 22. Xo'p, linoleumlari bor, rasxodlar yo'q. Deyapti akamiz 149 ming kilometr yurgan magnitofon, CD holatlari yaxshi, barlar, tomlari. Aka bu qayerdaki bunisi? Farg'ona. Bu Farg'onaning mashinasi. Linoleumlari, qadrdonlar, tirikchilikdagi mashinalar. Yuqorida kolonkalari bor. Tonirovkasi bor ekan. Aka moz ходовой korobkalari yaxshi. Ideal. Metan gazlar qo'yilgan. Расход yo'q. Va ortadan ham ko'rishsiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan ikkita joyda kraskasi bor, eshigida va kapalagida. Bunisi narxi? Bunisining narxini 6200 dan o'tib beramiz. 6200 dollar kam bor. 5700 qilishdi. 5700 ga bermaysiz bunisi. Bermadi. Tushunarli. Xo'p. Buni ham shunaqa 1000 dollar atrofida puli borga. Bank imkoniyatimiz bor. Xo'p. Bir telefon raqam berib qo'ying hammasiga. 93lik Aha. 290 Aha. 11 00. 290 1100. Aha. Ismingiz kim edi aka? Begzod. Begzodjon aka. Akamizga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. 3 ta Damas akamizdan ekan. Qo'shimcha ma'lumotlarni, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Like, podpisatsiyani bosib qo'yish eslardan chiqmasin. Biz syomkalarimizda Damaslar qatoridan davom ettiramiz. Qadrli obunachilar, Damaslarimizda davom etamiz. Taqdim etmoqchi bo'lgan navbatdagi Damas avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, polni shumka qilingan. Yana nimalar qo'yilgan aka? Video registrator, start stop, shumkalar qilingan. Buxoro mashinasi. Dokumentda muammo yo'q, ha? Balon holatlari. Shumka, tonirovka. Xo'p, linoleumlari, ko'briklari bor ekan, sidinda chexol bar. Yurgani 61500 kilometr yuribdi. Qadrdonlar, magnitofon. Xo'p, barlari. Devo mashinaga barcha. Video registrator salonda ham oladi. Qadrdonlar, tom holatlari. Aka rasxod yo'q, ha? Rasxod yo'q. Ko'briklari oyoqda edi. Va mana yuqorida kolonkalari bor. Tuning qilingan Damas avtomobili. Rasxod yo'q, metan gazlari qo'yilgan. 2024 Buxoroning mashinasi, dokumentda muammo yo'q. Kraskasi toza. Mana. Xo'p, aka endi narxini qancha deyapsiz? Kelishtirib aytingchi bir oladiganlarga. 7300 dan o'tib beramiz. 7300 dollar kami bor. Qancha qildi bozor? 7 ni pastida. 7 ni pastda so'rash. O'zini 7 ni pastda bitadimi aslida?
Endi mo'ljal yetdi. Endi telefon qilishaversin. Telefon qilishasiz. Biror oydan narsa bu yetmay qolsa ozmoz. Biror oyga kutiladi. Tushunarli. Xo'p. Qadrli telefon qilinglar. Zamondoshim kanal nomini aytsa, bonusi bor-a? Bor. Bonus bor. Bonusi bor. Kanal nomini aytinglar, hozir sizlarga bonus qilib beradi. Telefon raqami berib qo'ying. 97lik 97lik 207 207 60 60 55. 60 55. İsmingiz kim edi? Nizomiddin desa Quvada. Quvadan Nizomiddin akam ismlari, telefon qilib batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Kanal nomini aytsalaringiz sizlarga albatta bonuslari bor. Zamondoshim kanal nomini aytsa bonuslari bor. Raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olinglar, bozorlaringiz bersin. Albatta like patpisa. Albatta like patpisasini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Xudo xolasa biz yana bu mashina bozorlariga qaytdik. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sizlarga obzorlarini havola etamiz. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringga sizlar izlagan Damas'ni taqdim etamiz. Sababi 2024-yilda ishlab chiqarilgan maloshniy rangidan Damas avtomobili propan gazlari qo'yilgan. Xo'p, aka kraskasi. Toza. Kraskasi toza, 24 ming kilometr yurgan propan gazdagi Damas avtomobili. Qadrlilar, ko'rishlari mumkin. Balon holatlari yaxshi. Sidinda chexollari qo'yilgan ekan. Xo'p. Shumka qilinmagan ekan va linoleumlar bor. Kobrilar yurgan kilometr 23700 kilometr yurgan magnitofon. Sidinda ajoyib chiroyli chexollari bor. Damas o'zining rangiga moslabdi-da, maloshnisidan qilib. Va mana ko'rishlari mumkin. Linoleumlar. Holati yaxshi ekan. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Xo'p, propan gazlari qo'yilgan va mana ortdan ko'rinishi. Ichlarini ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Damas ishqibozlariga ushbu videorolikni tarqatib qo'ysa degan umiddamiz va yon tomondan ko'rish. Aka qayerdagi mashina? Mashina Toshkent, aka chetda ish bitadi. Toshkentning mashinasi dokumentda muammo yo'q, shu yerda bitadi. 24 kraskasi toza, 24 ming kilometr yuribdi. Narxi 7000 dan tushib beramiz. $7000 kam bor. Aka bozor qancha qildi buni? 6700 ga xaridorimiz berganmiz. 6700 ga bermaysiz. Xo'p, buni variantga barterga iloji bormi? Variant iloji bor. Variant Variant iloji bor. qancha puli borga qanchaga? Endi uni gaplashaveramiz aka. Telefonda. Ha, telefonda gaplashaveramiz. Nasiya savdoga, o'zaro Nasiya savdoga yo'llari bor ekan. Xo'p, telefon raqam berib qo'ying-ki. 88lik 88lik 417 417 68 88. 68 88. Raqamiga telefon qilib agamizdan batafsil ma'lumotni o'zlaridan olishlari mumkin. Nasiya savdoga yo'llari bor deyapti. Telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Xo'p, navbatdagi taqdim etmoqchi bo'lgan Damas avtomobilimiz 24 ga 25 tayyor holatdagi Damas avtomobili. Balonlari ham holatlari yangi, linoleumlari bor va mana linoleumlari bor va tonirovkalari bor. Qadrlilar, kechirasizlar. 13700 kilometr yurgan magnitofon, sidinda chexol, kobrilar 24 ga 25 Damas avtomobili. Gazlar ham qo'yilgan, xudo xolasa. Gazlar qo'yilgan tayyor holatdagi Damas avtomobili. Xo'p, qayerdaki bu endi hoji aka bu? Bu nimaniki? Quvaniki. Quvani mashinasi. Tayyor holatdagi Damas avtomobili so'ragan obunachilarimizga. Xo'p, narxini endi qancha deyapsiz buni? Narxini 7,5 mingga beramiz. $7500 kam bor. Sotiladi shunga kami yo'q. 7500 berasiz. Nimaki u yurgani ham kamda, hamma yo'g'i kam qilik gaz. Tayyor holatda. yo'g'i. Bo'lishi 7,5. 7,5. Variant barter bank. Kelishuv biz bank sotmaymiz, kelishamiz Nasiyaga. Nasiyaga yo'llar bor. Yaxshi, $7500. Keyingisiga qaysi? Buni 25. Xo'p, akamizdan navbatdagisi 2025. Bu qanaqa endi tayyormi holatda yo'q? Salon holat hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q, salon holatdagisi. Xo'p, 25. Tonirovka. Yurgan kilometr qiziqinda 12500 kilometr yurgan magnitofon. Hali hech narsa qilinmagan zavod holatidagi Damas avtomobili. Xo'p, mana ortdan ko'rinishi. Nomerlari bor. Xo'p, buni endi nech pul deyapsiz? 25. 7600 dan ozgina tushib beramiz. $7600 kami bor. Ozgina tushib beramiz. Xo'p, buni yana bormi boshqa? Bu $7600 kami bor. Bunisi tayyor holatdagisini $7500 deyapti, keyingisi? Bu 22.
Xo'p, navbatdagisi 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Buni kraskalari qanaqa endi hoji aka? Kraskasi toza. Kraskasi toza. 95 ming probek. Mhm. Oltiarada mashinasi. Keyin chiqadi. Generalni beriladi. Beriladi. Xo'p, 95 ming yurgan kraskasi toza. Toza. Necha yili? 22. 22. Balon holatlari yaxshi. Xo'p, tonirovka bor. Linoleum kobrilar bor. Tayyor holatdagi Damas avtomobili. 96900 km yuribdi. Magnitofon, sidinda chexol, bar. Tom holatlari. 22-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobil tayyor holatdagi mana obshiklarni qaranglar. Qo'lni tomigacha koja bo'lgan, orqasidan tushgan yo'q hali. Voy gap yo'q. Temir metan gazlari bor. Tushgan yo'q hali. Orqa sidinlari hali tushgan yo'q. 6 arada mashinasi, hoji aka. Oltiariq. Gap yo'q. Keyin chiqadi. Generalni beriladi, dokumentda muammo yo'q. Muammo yo'q, notariusda hisob kitob. Bu ham shunaqa variantga. Olmos yetmasa kelishaveramiz buni ham. Bu 6400 dan ozgina tushib beramiz. $6400 kam bor. Kam bor. 22 kraskasi toza, 96000 yurgan, Mana shu. tayyor holatdagi Tayyor. Damas avtomobili. 6400 400 dan o'tib beramiz ozgina. $6400 kami bor. Xo'p, bularga bitta raqam berib qolsin. Uni ham qo'ying. Yana bor ekan. Xo'p, 23. qaysi? 417. Mana shu. Bunimi? Xo'p, akamizning navbatdagisi 23-yilda ishlab chiqarilgan. Ma'lumotlari qanaqa? 103 ming yurgan, kraska toza, shumkalargacha bo'lgan, gaz chexol, polig hammayog'i bor. Keyin chiqadi. 103 yurgan. 23 deysizmi? 23. 23. Dokumentda muammo yo'q buni ham. Yo'q, keyin Balon holatlari. to'xtamasi bo'ladi. Shumkalari bor, tonirovkasi bor. Salon holatlarga ko'radigan bo'lsak, obshikkalari holatlari yaxshi, linoleumlar, kobrilar, sidinda chexol, bar va mana 103900 km yuribdi. Magnitofon, tom holatlari. Xo'p, aka rasxot yo'q-a bunda? Yo'q, umuman rasxot yo'q. 23. Va ortdan ham ko'rinish. 23. Buni qancha deyapsiz? Kraskasi toza. 6,5 ming tushib beramiz ozgina. $6500 kam bor. Qancha yurgan? Bunisi $6500 kam bor. Xo'p. Boshqa qolmadi? Yo'q. Bo'ldi. Telefon raqami. 99lik 314 58 68. 99lik 314 58 68. 58 68 raqamiga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Tayyor holatdagi metani bor, gazlari bor, metan gazlari bor, damaslari bor va yangi salon holatdagi damaslari ham bor ekan. Telefon qilinglar, akamizdan batafsil ma'lumotni o'zlaridan olinglar, bozorlarini bersin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Damas avtomobilimiz 2024 ga 25. Faqat gazi yo'q ekan. Balon holatlari yaxshi. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza. Oho, shumka qilingan, tonirovka bor. 24 ga 25. Obshipka holatlarini ko'ringlar. Sidinda chexollar bor, bari yo'q ekan. Linoleumlar bor, kobrilar bor. 3600 km yuribdi. Aka 3600 yurdimi? Hech qancha yurmabdi-ku. Magnitofon va mana ko'rishlari mumkin. 24 ga 25. Nima deysiz? Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Faqat gaz qo'yilmagan Damas avtomobili. Polni shumka qilingan, poli chexollari bor. Faqat gaz qo'yilmagan, kraskasi toza, 3600 km yurgan mashina. Va mana yon tomondan ko'rinishi. Aka, endi narxi necha pul deyapsiz buni? 8000 ozgina o'tib beramiz aka. $8000 kami bor. Qancha qildi bozor? Bozor jazman savdo bo'lgan aka. So'rashib ketyapti. Aha. Qayerdagi mashina? Mashina Bag'dodda. Bag'dodda mashinasi, tirikchilik mashina. 8000 kam bor, kam bor. Telefon raqamingiz aka? 97lik 555 60 86. 97 555 60 86. 60 86. Ismingiz kim edi aka? Jo'rabek Nurali. Jo'rabek akaga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Gaz yo'q. Qolgan hamma linoleumlar qilingan sharoitlari bor. Damas avtomobili. Raqamga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin.